Qozog'iston rasman Trasekaga raislikni qabul qildi. Astana shahrida hukumatlararo komissiyaning 18-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz raisligi davrida asosiy yo'nalishlardan biri 2036-yilgacha mo'ljallangan Yevropa-Kavkaz-Osiyo xalqaro transport yo'lagini yanada rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va mintaqaning tranzit salohiyatini mustahkamlash bo'yicha qarorlar ishlab chiqishdan iborat bo'ladi. Bundan tashqari yangi islohot konsepsiyasi tasdiqlanadi. Bu esa tranzit yuk tashish hajmi o'sishini hisobga olgan holda ilg'or texnologiyalar joriy etish, yangilangan transport arxitekturasini shakllantirish imkonini beradi. Mutaxassislarning fikricha, Qozog'iston Yevrosiyoning asosiy logistika markazi sifatidagi mavqeini mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar ochildi. Bunda shu jumladan tranzit yo'nalishlarini rivojlantirish, jarayonlarni soddalashtirish, raqamli yechimlarni joriy etish qo'l keladi. Umuman olganda barcha chora-tadbirlar Traseka yo'nalishlarida harakat imkon qadar tez, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan raqobatbardosh bo'lishiga qaratilgan, deydi ekspertlar. Eslatib o'tamiz, Traseka Yevropa, Kavkaz va Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi transport hamkorligi xalqaro dasturi bo'lib, unga 14 ta davlat a'zo bo'lgan. Hozirgi vaqtda ko'p talqinlanib yotgan o'sha аймақтағы Hozir ushbu yo'nalishlarda yuk tashishni raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Traseka hukumatlararo komissiyasi doirasida temir yo'l va avtomobil tashuvlarida hujjat aylanishini qog'oz formatidan elektron formatga o'tkazish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari, Traseka shu kabi boshqa xalqaro tashkilotlar bilan faol hamkorlik qiladi. Bu yo'nalishda ko'plab qo'shma tadbirlarda ishtirok etyapti. ish-charalarga qatnashib, o'zining үлесін қосты.